Mana. Tomlarni qildik. Ha do'stim. Nimaga siqilib o'tiribsiz? Ishni boshladik. Tunga qatirib kelyapti, svet o'chib qoldi-da do'stim. Bir obunachilaringizga tushuncha berib yuboring. Videoga olyapsiz, tushuncha beramiz yoshlar, mana. Hozir to'rdan olamiz. Bu obyektimiz razmeriga keladigan bo'lsa 12 ga 35 bo'ldi. Yana 12 metr, uzuni 35 metr bo'ldi. Mana shu ko'rinishlarda bo'ldi. Bizning materiallarimiz har doimgidek konteyner profildan bo'lgan materiallar. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Rekalarimiz orasi 60 santimetrdan bo'ldi. Tunkalarni ham o'zingizlar qatirib berasizlarmi do'stim? Xudo xolasa tunkalarni ham qatirib beramiz. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, 170 mingdan kvadrati 300 minggadir. Shunga o'xshash zdaniya katta zavod fabrikalar ustularini 24 metr, 25 metrgacha bez ustini olib beraveramiz. Bizning xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Hozir sizlarga tepadan ko'rinishini ham olib beramiz, xudo xolasa. Mana akalar, tepadan ko'rinish holatlari fermalarimizni. Firmalarimiz orasi 120 dan berganmiz. Bu obyektimiz Samarqandda bo'lgan, Andijoniy degan mahallada. Hozir sizlarga nari boshdan ham olib beraman. Mana obyektimizni pastdan ko'rinishlari. Bu obyektimizni uyda gaz tunka olib beradi, biz qatirib beramiz. Şu joyimiz 12 ga 35 joyimiz 77 milyon 500 ming so'mga. Mana tayyor bo'lib, bitkizib chiqib ketamiz. Faqat uyda gaz tunka olib beradi bo'ldi. Qolgan mahsulotlar o'zimizdan. Temir, bolgarka tosh, elektrod va hokazolar. Nomerlarimiz 88lik kodi bilan 978 7807. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiskani ayamasdan bosib qo'yamiz. Biz videolarimiz kengroq tarqalishiga odamlarga. Sog' bo'linglar.